Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va hurmatli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miramonovich Mirziyoyev. Men Qodirova Nilufar Shamsiddin qizi, 3 nafar voyaga yetmagan farzandlar, 12, 2 va 1 yoshli bolalarimning yolg'iz boquvchisi, onasiman. Ularni yolg'iz tarbiyalayapman. Ta'lim tarbiyalariga alohida e'tibor qaratyapman. Men tadbirkor ayol, huquqshunoslik, iqtisodiyot va psixologiya yo'nalishlarida oliy ma'lumotli mutaxassisman. O'z mehnatim, g'oyam va mehrim bilan yaratgan ijtimoiy tarmoqlarda Telegram, Instagram, YouTube, TikTok, VKontakte va LinkedIn orqali mening yuzim va mening nomim bilan 2025-yil 11-may sanasidan beri ommaga tanitilib kelayotgan Premium pensioner brendining yagona muallifiman. Akbarov Nodirjon Ravshan o'g'li mening ijtimoiy tarmoqlardagi mashhurligimdan foydalanib, o'zini qurilish sohasi vakili sifatida tanitdi va Birlashgan Arab Amirliklaridagi ko'chmas mulklar yo'nalishida obyektlarni reklama qilishni, men bilan birgalikda hamkorlik qilishni taklif qildi. Men bu videoni mojaro uchun emas, balki mehnatim, nomim va obro'-e'tiborimni himoya qilish uchun qilyapman. Men yaratgan brend, mening g'oyalarim, ijtimoiy tarmoqlardagi blog faoliyatimga qo'yilgan investitsiyalarim va 15 yil mobaynida oliy ta'limda bilim olish orqali intellektual rivojlanishimga sarflagan mehnatlarim va sarf xarajatlarim natijasidir. Brendning dizayni, targ'iboti, reklama va barcha ijodiy ishlar men va mening jamoam tomonidan qilingan. Buning isboti Headhunter saytida men aynan o'zimning jismoniy shaxs inanalarimni kirgizgan holatda shartnoma imzolaganman va menga tegishli bo'lgan bank kartalarim orqali to'lov qilganman. Premium pensioner kompaniyasiga aynan shu yerdan men ishchilarni taklif qilganman, jalb qilganman va ular bilan shaxsan o'zim suhbat o'tkazganman. Mening shaxsiy Apple qurilmalari, 2 telefonlarim va MacBook'im, notebook'im, shuningdek ChatGPT, CapCut, Captions, Persona, Remini kabi ilovalarning pullik versiyalaridan foydalanilgan, montajlar qilingan va mening telefonlarim orqali ijtimoiy tarmoqlarga barcha ma'lumotlar qo'yib borilgan. Men ixtiyoriy dekretdagi ona sifatida ijtimoiy tarmoqlar orqali daromad topib, o'zimni bandlik bilan ta'minlayman va har yili soliq to'layman. Ammo yaqinda men mehnatim, logotipim va brendim mening roziligimsiz sherigim Akbarov Nodirjon Ravshan o'g'li, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi tomonidan 2025-yil 22-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi patentlash xizmatiga o'z nomi bilan topshirilgan va men buni 2025-yil 30-sentyabr kuni bilib qoldim. Sababi men Buxoroga aynan xizmat safariga ketish uchun safar rejalashtirdim va sherigimdan bizning faoliyatimizni, aynan ish faoliyatimizni rasmiylashtirilayotganligini xabarini tasdiqlashini so'radim va u menga hali buni yo'lga qo'yganim yo'q, bunga vaqtim bo'lgani yo'q, hali pechatlar tayyor emas, mani boshqa yana ishlarim bor, boshqa davlat proyektlarida qurilishlarim bor degan, ya'ni har xil bahonalarni menga ta'kidladi. Vaholanki 22-sentyabr kuni men 3 kunlik davolanishga ketgan paytimda Nodir Akbarov patentlash xizmatiga man qurgan, man ommaga tanitgan, o'zimni shaxsiy Instagramim orqali saaftorlik qilib, o'zim ochgan yangi ish sahifasida organicheskiy reklamani, targ'ibotni, aktivini ko'targan stranichkamni o'zlashtirib olgan, brendni, logotipni, ular hammasi ana bu telefon orqali qilingan. Barchasi mening telefonimda saqlanib turibdi. Bundan tashqari menga ofisga kirishga imkoniyat cheklangan.
elektron barmoq izlari bizning ofisimizdan chiqarib tashlangan va qulfning kodlari ham o'zgartirilgan. Bizning rasmiy adresimiz Nest One 20-etaj 163-xonada, ya'ni kabinetda biz faoliyat yuritamiz. U yerda mening shaxsiy buyumlarim, tilla taqinchoqlarim, brasletlarim, ziraklarim, uzuklarim, hujjatlarim, diplomlarim va uskunalarim bor edi. Hozircha ularni olib chiqish imkoniyati yo'q. Jamoamdan menga sodiq qolgan shaxslarni, ishchilarni ofisdan quvib solgan va ularni ham barmoq izlarini chiqarib tashlagan. Qonun va adolatga murojaat qilaman. Men qonunga hurmat bilan qarayman va ishonamanki, haqiqatda ham har doim haq g'olib chiqqan. Haqiqat, adolat g'olib chiqqan. Hozirda men huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga rasmiy arizalarimni tayyorlab qo'ydim va ularni ham bugunning o'zidayoq topshiraman. Mening yo'lim qonun doirasida, halol va sha'ni bilan harakat qilish yo'lidir. Men buni sherigimga ko'p marta aytganman, hattoki 3-4 shaxslar guvohligida ham. Chunki men faoliyatimizni rasmiylashtirib, sherikchilik ulushini hujjat orqali belgilash g'oyasini ham sherigimga doim ilgari surganman va talab qilib kelganman. Bu haqda ochiq gapirayotganimning sababi hech bir ayol, hech bir tadbirkor shunday holatga duch kelmasin. Hurmatli ayollar va O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, bilib qo'yinglar. Shar'iy nikoh yoki tilxatlar, shar'iy tilxatlar qonun oldida hech qanday yuridik kuchga ega emas. O'zbekiston hukumatı sizning huquq va manfaatlaringizni himoya qiladi. Faqat siz ham faoliyatingizni qonun doirasida yuriting. Bir narsani muhabbat bilan, joningni berib qursang va kimdir kelib uni o'z nomiga o'zlashtirishga harakat qilsa, bu juda og'riqli. Ammo aynan shunday vaziyatlarda insonning haqiqiy kuchi namoyon bo'ladi. Men Nilufar Qodirova jabrdiyda emasman. Men yaratuvchiman. Farzandlarimning kelajagi uchun har qanday xavf-xatarga tayyor turgan. Har qanday mehnatga, qiyinchiliklarga tayyor turgan farzandlarimning 3 nafar voyaga yetmagan farzandlarimning yolg'iz boquvchisi onasiman. Men Allohning adolatiga va O'zbekistonda inson qadri himoya qilinayotganligiga ishonadigan fuqaroman. Men mehnatim bilan yaratgan narsani hech kimga bermayman. Bu video mojaro haqida emas. Bu har bir insonning hurmati, halolligi va huquqini himoya qilish haqida ketyapti. Agar siz biror narsa yaratayotgan bo'lsangiz yoki biznesda sherikchilik asosida ish boshlayotgan bo'lsangiz, barcha jarayonlarini qonuniy tarzda rasmiylashtiring. Shar'iy tilxatlar, shar'iy imzolashlarga umuman ishonmang. Insonlar sizning kabi Allohga iymon keltirmasliklari mumkin. Va lekin Allohga bo'lgan iymoningizni, aynan qalbingizni og'rishiga sabab bo'lishlari mumkin. Biz material hayotda yashayapmiz. Allohga bo'lgan iymoningiz u sizni qalbingizda. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida har bir inson o'zi istagan dinga iymon keltirishi mumkin deb belgilab o'tilgan. Lekin siz ertaga sizni haq-huquqlaringiz qonun doirasida himoya qilinishini istasangiz, ertaga ko'cha-ko'yda, eshiklar oldida, quyoshda, yomg'irda, qorda, shamolda, sovuqda qolib ketmasligingiz uchun ishingizni qonun bilan boshlang. Oila qurasizmi, ish qilasizmi, farzandlaringizni aynan metrkalari bo'ladimi, diplomlaringiz bo'ladimi, bu kim bilan oldi-berdi qilasizmi, notarial tarzda qiling. Qonun tarzida qiling. Qonun muhofazasi
qonun himoyasida qiling ki O'zbekiston Respublikasi sizni barcha tomonlama mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi insonlar sizni haq-huquqlaringizni himoya qilishsin. Chunki O'zbekiston demokratik davlat. O'zbekistonda inson qadri doim ustun turadi. Ayollar, diqqat qiling. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan muhofaza qilinadi. Aynan hozirgi kecha kunduzda O'zbekistonda ayollarni himoya qilish Mirziyoyeva Saida Shavkatovnaga topshirilgan. Ishoning, qonun bilan ish qilsangiz, hech kim sizni chetda qoldirmaydi. Meni qo'llab-quvvatlayotgan barcha odamlarga chin dildan minnatdorchilik bildiraman. Bu voqea hammamiz uchun saboq bo'lsin. Huquqiy savodxonlik va o'z so'zingizda turish insonning eng katta kuchidir. Salomat bo'ling.